Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Kelayotgan yangi yillaring bilan tabriklayman hammangizni. Bugungi videoda yangi paklarni ochib ko'ramiz FK Mobile'da. Qani ko'ramiz. Go. Angliya. Sadal. Xo'sh. Henderson yomon emas, 112lik. Lekin overkam. Jetonga tek 60 jetonga ketadi, fragmentga juda kam. Xo'sh, bu challenge. Adashmasam, challengedan kam tushdi. Van Haysk. Yomon juda. Odamlar aytishdi maksimalni 113 tushadi deb, lekin menga 113 ta. Omad bugun yo'q menimcha. Siz bu videoga like bosing va menga obuna bo'ling. Yangi yilgacha 50 ta bo'lsak juda yaxshi bo'lardi, chunki bu menga katta motivatsiya bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying iltimos sizlardan. Xo'sh, UEFAdan bitta ko'ramiz. Kim tusharkan? Mbappe tushib ketsa vashshi zo'r bo'lardi, lekin tushmaydi. Hatto walkout ham yo'q. Xo'sh, bugungi videomiz oxiriga yetdi. Sizlardan iltimos qilaman, menga obuna bo'ling. Yangi yilgacha 50 ta bo'laylik. Sizlardan iltimos, videolarimni yoqib ketgan bo'lsa like bosing.